Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, barchangizga xayrli kun bo'lsin, do'stlar. Bugun Xudo xolasa hamma kutgan videorolik bo'ladi. Bugungi videorolikda kriptovalyutalarimizni qanday qilib so'mga almashtirib, plastik kartalarimizga yoki bank kartalarimizga chiqarib olishimiz haqida bo'ladi videorolik. Ko'pchilik so'ragan, ko'pchilik kutgan videorolik bo'ladi, Xudo xolasa. Mana YouTube kanalimizda videolar bo'limiga o'tamiz. Bu yerda internetda qanday qilib pul ishlash haqida to'liq videoroliklar olib kelyapmiz do'stlar. Mana oxirgi videoroliklarimiz va ONU saytida ro'yxatdan o'tish va hammasi qolgan videoroliklar, mana videoroliklar raqamlab chiqqanmiz. Hammasi ONU saytida qanday pul ishlash haqida videoroliklar olib kelyapmiz do'stlar. Bu videoroliklarni ko'rib bemalol internetda sarmoyasiz yaxshigina pullarni ishlab olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Albatta ro'yxatdan o'tishdan boshlab ko'rishingizni tavsiya qilaman. Keyin bu o'sha videolarni ko'rib internetda sarmoyasiz qanday pul ishlashini to'liq o'rganib olishingiz mumkin. Noldan o'rgatib ko'rsatganman. Bu saytdan ham ishlagan pullarimizni bu yerda rubl ishlaymiz, lekin rubl ishlaganimiz bilan bu ishlagan rubllarimizni kriptovalyuta qilib chiqarib olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Keyin u kriptovalyutalarimizni qanday so'mga almashtirib kartalarimizga chiqarib olamiz. Bunda bizga Binance birjasi yordam beradi do'stlar. Boshqa yo'llarni ham ko'rsatib o'taman. Binance birjasi orqali birinchi yo'li, Binance birjasi orqali ishlagan kriptovalyutalarimizni so'm qilib kartamizga chiqarib olishimiz mumkin. Bu saytdan to'g'ridan-to'g'ri Binance'ga chiqaramiz. Binance'dan kartamizga chiqaramiz. Binance birjasini manzilini ham video ostida va kommentariyada qoldiraman. Ustiga bosib bemalol ro'yxatdan o'tishlaringiz mumkin. Binance birjasida ro'yxatdan o'tgandan keyin u yerda to'liq verifikatsiya qilishimiz kerak. Identifikatsiya qilishimiz kerak, ya'ni to'liq verifikatsiya qilib keyin ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Keyin yana boshqa yo'li ham bor. Binance birjasiga tushunmayotganlar, umuman ishlatmayotganlar bo'lsa, boshqa yo'li ham bor. Buning uchun bizga mana BestChange sayti yordam beradi va FaucetPay kошелек yordam beradi. Agar Binance birjasi bizda bo'lmasa, mana shu kошелeklar yordamida chiqarib olishimiz mumkin. Buning uchun nima qilamiz do'stlar? Bu FaucetPay kошелегini manzili ham, BestChange saytini, monitoringini manzilini ham video ostida va kommentariyada qoldiraman do'stlar. Ustiga bosasizlar, saytga olib keladi. Birinchi o'rinda mana bu ONU saytida, masalan, mana shu ONU saytida pul ishladik yoki boshqa saytda, har qanday saytda pul ishladik, kriptovalyutani chiqarib olishimiz kerak. Birinchi o'rinda chiqarib olish uchun bizga FaucetPay kошелеги kerak bo'ladi. FaucetPayga qanday pul kiritamiz, qanday uni chiqarib olamiz, hammasi haqida to'liq videorolik olganmiz do'stlar. Bu ham kanalimizda bor. FaucetPay kошелеги ochish va ishlatish. Bu videoni manzilini ham video ostida va kommentariyada qoldiraman do'stlar. Mana 2 yil avval olingan video. Lekin FaucetPay kошелегida o'zgarish yo'q. O'sha 2 yil oldin video olingan. 2 yil oldin kошелегda qanday holat bo'lsa, hozir ham o'sha holatda ishlaydi. Mana shu videorolikni to'liq ko'rib chiqing sizlar mana. 20 daqiqalik deyarli videorolik. Bunda kошелегda qanday ro'yxatdan o'tiladi, qanday tasdiqlanadi, qanday pul kiritiladi, qanday obmen qilinadi, u qanday chiqariladi, hammasi haqida to'liq tushuntirib o'tganman do'stlar. Bunaqa to'liq tushuntirilgan video bo'lmasa kerak menimcha YouTube'da. Mana shu videorolikni to'liq ko'ring sizlar. Xuddi shunday ONU saytida masalan ishlagan pullarimizni bu yerga kriptovalyuta qilib chiqarib olamiz. Xohlagan masalan teaser qilib chiqarib olsak, bu yerda xohlagan kriptovalyutaga almashtirib olishimiz mumkin. O'sha chiqargan valyutamiz mana. CoinSwap bo'limi bor. Shu CoinSwap bo'limi orqali teaserni masalan teaser qilib chiqarib oldik. Xohlagan kriptovalyutaga almashtirib olishimiz mumkin. Xohlasak masalan Litecoin'ga. Bu yerda Max'ni bosamiz va Convert bosamiz. Ishlagan teaserimiz Litecoin'ga almashadi do'stlar. Xuddi shunday. Endi ishlagan kriptovalyutalarimizni bu kошелегda saqlaymiz va yig'amiz. Keyin uni kartamizga chiqarish uchun nima qilamiz do'stlar? Kartamizga chiqarish uchun BestChange obmenik monitoring kerak bo'ladi do'stlar.
Bu 5 obmennik monitoringi. Bu mana do'stlar, qaytartirib ko'rsataman. 2007-yildan buyon ishlab to'lab kelayotgan obmennik do'stlar. Obmennik monitoring. Bu yerda obmenniklarni monitoring qiladi do'stlar. Bu 19-20 yil bo'lyapti do'stlar. Kelasi yili 20 yil bo'ladi bu sayt ochilganiga. Saytga gap bo'lishi mumkin emas. Eng ishonchli obmennik monitoringlardan bittasi. O'shaning uchun ham shuncha vaqtdan buyon ishlab kelyapti do'stlar. Bemalol to'liq ishonishingiz mumkin. Endi buni qanday obmen qilamiz? Do'stlar, bu yerda ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'taman birinchi. Ro'yxatdan o'tishda do'stlar, referrals bo'limi bor. Mana shuni ustiga bosamiz. Bizda mana shunday oyna ochiladi. Bu yerda mana sign up. Bu yerga hech nima yozmaymiz. Sign up yozuvini ustiga bosamiz. Sign up. Endi bu yerga ismimizni yozamiz. Keyin email yozamiz. Keyin ikkalasiga bir xil parol yozamiz. Parolda katta harf, kichik harf, raqamlar va bitta belgi qatnashishi kerak. Masalan, sabachka belgisi yoki nuqta yoki chiziqcha, xuddi shunday belgi qatnashishi kerak. 8 ta hammasi yig'ilib 8 ta belgidan kam bo'lmasligi kerak. Ikkalasiga bir xil parol yozamiz. Birinchi bilib olasizlar. Username birinchiga ism, email. Bu ikkalasiga bir xil parol. Keyin mana bu yerga galochka qo'yamiz. Pitichka qo'yamiz. Keyin mana pitichka qo'yildi. Keyin sign up yozuvini bosamiz. Shu bilan ro'yxatdan o'tgan hisoblanamiz. Bo'ldi do'stlar. Keyin mana bu yerda ro'yxatdan o'tib bo'lganimizdan keyin har doim saytga kirish vaqtida mana shu referrals bo'limi orqali kiramiz. Referrals bo'limiga bosamiz. Mana shunday oyna ochiladi bizga. Endi sign up ro'yxatdan o'tib bo'ldik. Mana login chiqyapti endi. Login parolimiz bilan kirib ketishingiz mumkin bo'ladi. Mana men kirib olaman. Loginimiz, parolimiz. Kutib turamiz, bo'ldi, o'zi kiradi do'stlar. Biroz kutamiz. Hech nima bosishim shart emas, o'zi kirib ketadi. Mana o'zi kirdi do'stlar. Mana bu yerda. Endi bu yerda qanday obmen qilamiz? Mana exchange monitoriga o'tamiz. Eng ishonchli obmenniklarni, almashtirib beruvchi saytlarni do'stlar, bu birinchi o'ringa chiqaradi. Eng ishonchlisini tepaga chiqaradi va eng sizga yaxshi narxda sotib oladiganlarni eng yuqoriga chiqaradi. Qolgani pastroqda turadi. Masalan, bizda Litecoin bor. Teaserni USDTni masalan VSP'ga chiqarib oldik. VSP'dan uni Litecoinga almashtirib oldik yoki teaserni o'zini to'g'ridan-to'g'ri chiqarmoqchimiz. Farq yo'q. VSP'dan bunga jo'natamiz. Buning uchun nima qilamiz? Mana bu yerda xohlagan kriptovalyutangizni belgilaysiz. Poistga yozamiz. Masalan, Litecoin LTC. Litecoin chiqib keldi. Litecoin ustiga bosamiz. Mana Litecoin belgilandi bizda. Endi bu yerga bu jo'natadigan kriptovalyutamiz, qabul qiladigan valyutamiz bu yerga yozamiz. Poistga yozamiz. Uz deb yozamiz. Mana do'stlar, Uzcard, Humo bank kartasi. Xohlaganimizga chiqarib olishingiz mumkin. Masalan, Uzcard yozamiz. Mana do'stlar, yuqorida Litecoin, mana bu yoqda Uzcard belgilandi. Endi bizdan Litecoin sotib olib, biz Uzcardimizga so'm tashlab beradigan monitoringlar chiqib keldi do'stlar. Mana bu yerda odamni kafti ko'rsatilgan monitoringlar bor. Bular hammasi ishonchli. Faqat bular ruchnoy almashtirib beradi qo'lda. Odamni kafti bo'lmaganlari bor. Mana banki, exchange bular avtomatik almashtirib beradi. Tushunarli. Bu yerda narxlar yozilgan do'stlar. Mana minimalka ham yozilgan. Mana bu bir Litecoinni 896 ming so'mdan sotib oladi. Mana bu monitoring deyapman. Mana bu obmennik birinchisi. 896 ming so'mdan sotib oladi. Narx tushib boraveradi do'stlar. Mana 893 ming, 92 ming, 90 ming. Narx tushib boraveradi. Keyin minimalkalar ham bor. Mana minimalni 529 Litecoin jo'natishimiz kerak. Minimalka katta. O'shaning uchun biz boshqasini tanlashimiz mumkin xohlasak. Minimalkasi kamlar ham bor mana. 0.68 ni ham qabul qiladi.
Minimali 0.68 jo'natamiz. 877 ming so'mdan oladi bir Litecoin'ni. 0.68 shunda qanchadir bo'ladi endi uni. O'zlari hisoblab chiqarib beradi kirsangiz. Ko'rib turibsizlar do'stlar, xuddi shunday minimalkaga qarab chiqarib olishingiz mumkin. Mana bular bir Litecoin'ni qabul qiladi, 1.12. Undan kamini qabul qilmaydi do'stlar. Tushunarli? Xohlagan bittasini ustiga bosamiz. Mana biz bu yerda belgilab oldik. Litecoin'ni va UzCard'ni belgilab oldik. Xohlasak Humoni belgilaymiz. Xohlagan bitta money obmennik ustiga bosib ko'ramiz. Mana bunda minimalkasi kamroq ekan. 1.12 Litecoin'ni qabul qilar ekan minimum. Mana shuni ustiga bosib ko'ramiz. Exchanger. O'shani ustiga bosib ko'ramiz. Bu yerda tushunmasangiz o'zbekcha qilib olishingiz mumkin. Mana yuqorida 3 ta nuqtani ustiga bosamiz. Tarjima qilish bosamiz. Tarjima qilindi. O'zbekcha chiqmasa ham mana bu настройка belgisi bor, mana bu. Tarjimondagi настройка belgisi. O'sha yerda boshqa tillar ustiga bosamiz. Shu joydan o'zbek tilini tanlab olishingiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Endi mana minimum 1.12 Litecoin jo'natishimiz kerak. Maksimum 244 Litecoin. Bu yerga yozamiz masalan 2 Litecoin jo'natmoqchimiz. Siz to'laysiz deyapti. 2 Litecoin. Mana siz olasiz. Tarjimon. Mana bu yerga UzCard hisob raqamimizni yozamiz. UzCard karta raqamimizni yozamiz. Bu yerga to'liq ismimizni yozamiz. UzCard ulangan ismimizni yozamiz. UzCardimiz kimning nomiga ochilgan o'shani yozamiz. Bu yerga elektron pochta, bu yerga UzCardimizga ulangan telefon raqamimizni yozamiz. Tushunarli? Hozir yozib olib qolgan davom ettiramiz. Yozib olib videoni davom ettiramiz. Mana do'stlar, 2 Litecoin uchun 1.780.373 so'm olamiz ekan. 1.780.000 pul olamiz ekan. Biroz kutsak, bu yerda biz oladigan pulni ham chiqarib beradi. Do'stlar, yuqorida daniyalarni to'ldirib oldim. Yuqorida turibdi. Telefon raqam, email, kartamiz hammasini yozdim. Qancha Litecoin sotmoqchimiz bizda mavjud o'shani yozdim. Endi bu yerga foydalanish shartlariga roziman. O'sha joyga galочка qo'yamiz mana bu yerga. Endi birja bo'limini ustiga bosamiz. Mana birja yozuvini ustiga bosdik. Endi olish vaqti almashinuv 3 daqiqadan 60 daqiqagacha. Ish vaqtidan tashqarida esa 30 daqiqadan 12 soat davom etishi mumkin. Kechasi qabul qilingan to'lovlar bo'yicha arizalar kunning boshida qabul qilinadi. Kechasi to'lov qilsangiz, ertasi kuni Kiyev vaqti bilan. Xullas mana shu. Kiyev uchun boshqacharoq ekan. To'lov uchun 2 Litecoin bermoqchimiz. 1.780.000 1.783.000. Endi do'stlar, mana pay yozuvini ustiga bosamiz. Mana bizga Litecoin kошелек manzil berdi ular. Copy yozib turibdi-ku, copy ustiga bosamiz. Mana Litecoin manzilni ko'chirib oldik. Xuddi mana shu manzilga Litecoin jo'natamiz do'stlar. Biz qancha Litecoin kiritgandik? 2 Litecoinmi? 2 Litecoin to'liq jo'natamiz. Ozroq kam bo'lib qolsa yoki boshqacharoq hisob jo'natsangiz, o'sha отказ bo'lib ketadi. O'shaning uchun to'liq jo'natamiz. Keyin bular boya yozuvni o'qib berdim-ku, mana bu yerda yozilgan. Ish kunlari 3 daqiqadan 60 daqiqa ichida 3 daqiqadan 60 daqiqagacha o'sha vaqt oralig'ida bizga tashlab beradi UzCard kartamizga. Tushunarli? Tushunib oldingiz deb o'ylayman. Ishdan tashqari kunlari yarim soatdan 12 soatgacha vaqt olishi mumkin. Kechasi to'lovga zaявка bersangiz, ertalab tushib keladi mana bu yerda yozilishi bo'yicha. Tushunarli? Bo'ldi shu do'stlar. Xuddi shunday qilib nima qilishingiz mumkin. Obmen qilib olishingiz mumkin. Menimcha hammasi to'liq
tushunarli bo'ldi. Endi biz hozir buni jo'natmaymiz, o'shaning uchun bekor qilish. Mana bu qizil nuqtani ustiga bosamiz. Bo'ldi, shunday obmen qilaveramiz do'stlar. Hech qanaqa bizga birja yoki boshqa narsa kerak emas. Mana bu yerda obmening monitoring orqali obmen qilaveramiz. Eng ishonchli va eng yuqori narxda sizdan sotib oladigan obmenniklarda bu monitoringda, ya'ni tahlil qiladi obmenniklarni. Eng ishonchli va eng yuqori to'lovdagi obmenniklarni eng yuqoriga chiqaradi mana. 899 mingdan sotib oladi bir Litecoin'ni, bu 895 mingdan. Bu narxlar o'zgarib turadi, obmennik joylari ham o'zgarib turadi do'stlar. Kim balandroq narx qo'ysa, ishonchli obmenniklarning orasida kim balandroq narx qo'ysa, yuqoriroqqa chiqarib qo'yaveradi. Bu BestChange sayt. Almashib turibdi do'stlar. Xuddi shunday. Tushunarli, shu. Avval Faucet Pay kошелегini ichida yig'amiz, keyin obmennik monitoring orqali chiqarib olaveramiz. Menimcha barchaga tushunarli bo'ldi. Hammasini manzili video ostida va kommentariyada bo'ladi. O'ylaymanki, savollaringizga to'liq javob bera oldik. Shu barcha ishingizga omadlaringiz bersin. Salomat bo'lasizlar.